Assalomu alaykum. Hurmatli Telegram, Instagram, YouTube tomosha qiluvchi meni obunachilarim. Men Gavhar onangiz. Navaram o'qib, buvijon sizdan geranlaringizni ko'rsating debdilar dedim. Ina geranlarim. Men kech kelaman ishdan. Shuning uchun qarang'i bo'lgani uchun svetini yoqib olyapman. Chiroyli. O'ta chiroyli bo'lib ochib turibdi geranlar. Ana hammasida bunchalar achilaman deb turibdi. Ana bunchalar hammasida bor. Chunki bularni kichaytirib, qirqib yashartirib edim. Qarang'ida yaxshi ko'rnimi, yo'qmi? Shular achilaman deb turganlari. Bu baynadagilar. Buni aytganman hamisha oshxonamda qo'yaman bularni, oshxonam aynasida. O'ta issiq joyga chidamaydi ekan bular, salqinroq 17-18 gradus bo'ladi. Bular ham bunchalarini chiqaryapti, lekin hali ochilmadi. Bir yaqin borish qiyin. Bunchalari ko'ringan bo'lsa kerak. Bunchalari bu hammasida bor. Ana shu cennet gülünü hiç de kökletip bilmedim. Şuring havası yaktığını Oktübek'te. Cennet gülü. Jasmin. Adaşamanam geçiresiler. Ana jasmin gülü. Bir de yakşı rivojlandı. Joyunu aytamam ki. Gülün joyunu özü xohlagan etip berseniz. Güle başka hiç kanday karışık gerekmedi. Özü chiroyli bo'laveradi. Qarang. Hemmasini bunchaları açılacak o'ttirib açılaman deb açılib oldiribdi. Joyi o'zini yoqsa gule hech qanday dori yo bo'lmasa qarashiq yo bo'lmasa hech qanday so'raysizlar nishasam shunday bo'ladi, nishasam chiroyli bo'ladi. Eng birinchi joy gullar uchun o'zi xohlaganning temperatura, o'zi xohlaganning sharoit, o'zi xohlaganning quyosh. Şunun natija bo'lsa, gullar sizin hech qanday qarashiqsiz jonli bo'laveradi. Cho'llab qolgan vaqt suv berasiz. Har oyda bir marta udabreniya beraman. Geranlara yodli suv beraman har oyda bir marta. 1 litr suva 2 tomchi yod. Ozginchagina ajitgina edi. Durja, ozginchagina durja. 1 choy qoshiqda shakar salaman 1 litr suva. 1 saat 2 saat bastırıp koyamandan berk chiqaman gullara, geranlara. Shuning chiroyli bo'ladi. Berklari qalin. Nima deydi? O'ta baquvvat bo'ladi berklar. Shundagina. Yo'lda yaxshi ko'radi geranlar. Açılış ham chiroyli bo'ladi. Qarang, qanday go'zal ochildi. Yanından gitasinga deydi, detkalar. Nasi ochilgan bunchalar. Qarang'i bo'lgani uchun bitta neudobniroq bo'lib turibdi, uzr. Lampochkasini yoqib berdi, navaram shuning bilan olib turibman hozir. Holacha ko'rsatang, gündüz uyda bo'lmaymiz, qarang'ida ketamiz, qarang'ida kelamiz. Har kungi soat shu bizlar. O'zim ishlamakka yaramasam ham o'tirg'ida ishchilari boshqaraman o'rtoqlar. Ming ishchidan bir boshchi deydi-ku. Agarda sal yoqimsizroq video bo'lgan bo'lsa uzr. So'raganlaringiz yerda qolmasin deb oldim videoga. Hammangiz sog' salomat bo'linglar, gullaringiz gullab yashayversin. Menga tilagan umrlaringiz yaxshi gullar, yaxshi tilaklar birgalikda bo'lsin. Hammangizga oilangizga tilayman shuni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.